Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz. Bizning tuning boksimizda antikvarniy traktor olib qolingan. Ish ketyapti. Kimning yoshligini eslatyapti bu? Agar yoshligingizni eslatgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Kimsanboy akamiz bu traktor bilan bir necha kundan beri olishyaptilar. Kraskaga e'tibor bermaysizlar. Kraska bizada sepilmagan. O'zlari qo'lbola qilib sepib qo'yishibdi. Qo'ldan kelguncha. Bizada qilinayotgan ishlar. Salon полностью shumka bo'lgan, shum izolyatsiya qilindi, перетяжка bo'ldi. Kolonkalar qo'yilgan. Monitor ham qo'yilyapti. Mana bunaqa tarpetka ham Kimsanboy akamiz ixtiro qilibdilar. Bu nimadan yasadingiz aka? Dispidan xudo xolisa qo'l mehnati, qo'ldan keyin harakat qilyapti. Klientni xursand bo'lsa bo'ladi. Zo'r chiqibdi, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bunga monitor ham qo'yiladi aka. Monitor ham qo'yib beramiz. Eshiklari ham qo'yilib shumka bo'lib, Shumka bo'lgan, oynalari tonirovka qilindi. Yo'q edi, oynalarini qo'ydik. Tonirovka qilib berdik, rezinkalari almashgan. Mana bu germetikalar ham bizada qilinyapti. Bunaqa germetika surilyapti. Germetikadan keyin bitta kraska qo'riladi. Mana bu eshiklarning ruchkalariga necha endi mana. Bozorda ham, qassoblarda ham yo'q. Qo'ldan kelgancha hajaystveniydan olib qo'yib berilyapti. Aka charchamang, salomat bo'ling. Undan keyingisi 82.1 bu traktorimiz ham tonirovka qilingan, pastlariga ham eshikning pastiga urib berishibdi. Tonirovka polik, chexol, rul chexol. Tak, tepasi oddiy. Bu ham yaqinda chiqdi, mijozga ketadi xudo xolasa. Bunaqa kichkina agregatlar ham olib qolingan, kraskaga ishlar ketyapti. Keyingisi 15-23 traktori. 15-23 полностью покраска qilib berdik. Balonlari ham boshqacha rang edi. Buni ham qizilga bo'yab berdik. Bizada kapot qilindi. Kapot полностью покраска qilingan. Bu kapot ham qo'lbola yasalgan. Andijonlik bolalar yasab qo'yib berishdi, lekin kraskani o'xshata olmagan ekan. Mana bu raxlari ham kelmagan, biz chiqardik hammasini. Glянцевый o'zini rangiga sepib berdik. Tak, lonjeronlari almashdi, полностью dvigatel kapitalniy remont bo'lgan. Kraskasini ham sepib berdik. Salon holati xudo xolasa полностью перетяжка bo'lgan. Diamonddan Android monitor ham qo'yib berganmiz. O'rtalari ham mana yumshoqqina bo'lib turibdi. Ishimiz yoqqan bo'lsa like qo'yamisizlar. Krilo ham bizada qilingan. Glянцевыйga sepib berdik. Bunisi matoviy. Elektrikasi ham полностью bo'ladi, xudo xolasa. Undan keyingisi yana bitta 15-23 olib qolingan. Bu 15-23imiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan. Korobkada bitta ikkita muammolari bor, ya'ni skoroskka tushmayapti. Xudo xolasa buni ham ko'rib sozlab beramiz. Bu mo'ykadan chiqdi. Bundan oldin juda xarob ahvolda edi. Metallarni rangini ko'rsatib, bolalar yuvib qo'yishibdi mana. Orqalari ham samodelka bo'lib ketgan. Eskicha распределитель qo'yib, samodelniy qilib olishibdi. Texnologiyada, xullas. Bizani kuzatishda davom etasizlar. Aytgancha undan tashqari 3 ta traktor bor bu yoqda. 2 dona. 4-inchisi kutib turibdi. Bu traktorimiz 82.1. Tak. Matviy ranga sepilgan. Matviyga. O'z egasini kutib turibdi bu ham. Ikkinchisi mokriyni GM. Och mokriy. Xudo xolasa bu ham qilingan. Salon ishlari bor. Bular yechilgan, obshivkalari. Buniki ham xuddi shunaqa. Usti shilinyapti hozir.
ishlari ketyapti. O'sha shilib tashlab, undan keyin sepiladi. Buni salonni bitta ko'rsatib o'tib ketaman hozir. Tuning boxga qaytamiz. Rangi ham такой sochli bo'lgan. Apelsin, hozir trendda bu rang. Alcantara. Eko ko'rin. O'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Sidinkasi ham xuddi shunaqa kombinatsiya qilingan. Rahmat, salomat bo'linglar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.